Assalomu alaykum do'stlar. Yangi uzi apparatlarimizni ochish jarayoni. Tekshirib olinglar, men ochib ko'rmaganman to'g'risi. Hozir bor molga bor tekshiramiz. Yangi upakovka. İkincisini ham ochasizlarmi? Yo'q, shuni Barini tekshirib ko'rish kerak. Sabab yangi kelgan narsada bu. Biz ham o'zimiz bilmaymiz. Qanday chiqadi, nima chiqadi, shuncha ishlatib ko'ramiz. Yangi apparatimizda ko'ryapsizlar. Skoch izolyatsiya hisoblayacağım. Xuddi shunday. Bo'yinga qiling, bo'yinga. O'ynayapti ko'rdingizmi? yangina bangina nishon qo'ya. Sesimiz kerak bunga. Regrovkalardan yarqiroq qilib, regrovkalarni qilib chiqsa bo'ladi. Mana 88 ni ko'tarsa bo'ladi. Hammasini ko'tarib boraveradi. Xo'p, bizda yana mikroskoplarimiz bor, ekranli. Xo'p, uzi apparatlar. Qaysi mana yerda apparatimiz bor. Buni gapirmasak ham bo'ladi. Buni gapirmasak bo'ladi. Endi bu legendarniy apparatlar. Qo'y, mana yoqib ketganimizni qaranglar, yonib turibdi mana. Yoqib ketgan ekanmiz-da. 1 soat ketdi. 1 soat ketdi. Mana shu apparatlar.